Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Tarix omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yoz vaqtini eng kuni uzun bo'lgan, kechasi qisqa bo'lgan kunlardamiz. Shu iyun oyini 10-laridan boshlanib shu uzay bo'lgan bo'lsa, shu 20, 21, 22 kunlari eng uzun kunlari bo'lib, shu iyun oyi shunday bo'lib o'tadi. Keyin 26-da islomiy musulmon hisobiga ko'ra Muharram oyi kirib kelib, yangi yil almashishi bo'ladi. Ya'ni yangi yil deb aytishadi. 1446-yilda turgan bo'lsa, 1447-yil boshlanadi. Albatta bizda nishonlab haya o'yin kulgi baqir chaqir unaqalar bo'lmaydi. Azizlar, bugungi chiqish mavzuyimiz 20-iyun juma kuniga to'g'ri keladi. Shu kuni suhbat o'tkazyapmiz Tarix omonatdir kanalida. Suhbat mavzusi Mustaqillik deklaratsiyasi, Mustaqillik kuni va undan Turonga degan mavzuda suhbat nomini qo'ydik. Azizlar, 90-yil 20-iyunda haqiqiy mustaqillik kuni bo'lgani, xalqdan chiqqan tashabbuskor deputatlar hukumat tomonidan ko'rsatilgan emas. Xalqni O'zbekiston Birlik xalq harakati, Erk demokratik partiyasi, Ozod dehqonlar partiyasi, to'marischilar birlikda yoshlar qanoti bor edi, Erki yoshlar uyushmasi va vatanparvarlik, insonparvarlik qo'qondagi mana shu bir qator chiqqan ozodlik harakati, milliy mujodala qatnashchilari, qahramonlarini ko'rgan, kechirgani shu kunda, qatnashgani parlamentda bo'lib, tashqarida bo'lgan parlamentda bo'lmasa shu narsani guvohi bo'lib, haqiqatni bilganlarni tahlil qildik. Yana boshqa biz yetisholmagan, ulasholmagan, tanimagan, bilmagan o'sha vaqtdagi milliy mujodala qatnashchilari, qahramonlardan tirik qolganlar vatan ichi tashqarisida bo'lsa, juda ko'pchilik bor ekan. Bular tahlil qilinglar, hammasi qatnashsin. Birlikchiyu, erchiyu, to'marischiyu, butun hammalari qatnashib shu haqiqatni aytsin. Haqiqiy mustaqillik kuni 20-iyun 90-yilligini. Buni qanday bo'lganini, hukumat Iyak Karimov degan sotqin va jallod xoinligini, hech qanaqa mustaqillik istamaganini, bu mustaqillik dushmani bo'lganligini, 27 yil lazgiga tushib o'ynab kelib xalqimizni aldaganini, tarix kitoblaridan, tarix sahifasidan o'chirib tashlaganligini o'sha kuni gaplashamiz, ochiladi. Undan tashqari mana 9 yildir Mirziyoyev hukumati davom etyapti. Agar Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vatanparvar, xalqini, vatanni o'ylagan, sizlar o'ylagandek muhtaram zot bo'lsa edi, o'sha kunda darsliklarga, boshqaga kirgizib, universitetlarga, tarix kitoblariga aslida bu kuni hukumatda aloqasi yo'q, hukumatdagilar qarshi bo'lgan, referendum o'tkazgan. Bu aslida mana bunday bo'lgandi derdi, degani yo'q, hali ham demayapti. Va milliy mujodala qatnashchilari va qahramonlarni xorijdan, vatan ichidan tahlil qilib, mana mashular tirik qolibdi, mashular xizmat qilgan deb ko'rsatardi. Bu narsa ham bo'lgani yo'q. Ertaga indingi kelajakda bu yil ham agar tinchlik bo'lib yetib borsak o'sha kunlarga, o'sha vaqtlarga yana qilmaydi. Demak, 1-sentyabrda bular o'tkazishadi bayram qilib o'zlaricha. Butun mustaqillik dushmanlari, mustaqillikka qarshi bo'lgan, aloqasi bo'lmagan, kurashmagan zotlar bayram qilib, nishonlab mazasini totishyapti. Mana shu mavzularda qatnashgan, tirik tarix bo'lgan zotlarni tahlil qilib, shu tarixni ochishga harakat qilamiz. Shuni xabardor bo'lib qo'ysa, yangi nasl haqiqatni bilsa, o'zlari bilib qaror berib, kelajakda bir yangi tuzum, yangi davlat, yangi hukumat qurib, haqiqiy yangi O'zbekiston qilib, bir insoniyat havas qiladigan mintaqa va davlatga aylanib qolarmiz. Hozir hamma zulm saltanati, diktatorlik, yana qayta nima deydi, qo'rquv va zulm saltanati deyapti. Gapirsak bu mavzu kecha kunduz 24 soat gapiradigan gap. Hozirgi biz aytadigan narsamiz shu e'lonni qilish. Ya'ni 20-iyun juma kuni Amerika vaqti 11da, O'zbekiston Toshkent vaqti kech payt 8da bo'ladigan suhbatimizga hammani tahlil qilamiz. Imkon qadar shu voqealarda guvoh bo'lganlar bo'lib qatnashib, savol berib yo 2-3 daqiqadan bo'lsa ham chiqib shu suhbatda qatnashib fikr bildirsa xursand bo'lardik. Allohga omonat bo'linglar. Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Tarix omonatdir kanali va gruppasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.